Artemida ibodatxonasiga juda ko'p odamlar ishqiboz bo'lib kelib ketishini ko'rganda, ichida adashmasam kutubxonalar ham bo'lgan. Gerostrat degan bir odam, Herostratos, oddiy dehqon bo'ladi, oddiy odam bo'ladi. Hech bir hayotda tanilgan, ma'lum bilingan odam bo'lmaydi. Shu odam tarixdan mana shunday nomsiz, nishonsiz o'tib ketamanmi? Nima qilsam dunyoga tanilarkinman? Tarixda meni odamlar nima qilsam eslab qolarkin degan xayol bilan yuradi. Ana shu xayol bilan harakatga o'tishni Herostratus effect deyiladi. Effects of Herostratus deyiladi. Adashmasam shunaqa. Ya'ni Gerostrat effekti. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda prank mavzulari aynan shu Gerostrat effektidan paydo bo'lgan. Nimadir qilib odamlarni ichida tanilish. Jinniga o'xshab supurgini ko'tarib olib, ashula aytish, gazli suvni ochib olib, anaqa qilish, men Allohning yerdagi xalifasiman deb baqir-chaqir qilish. Mana shular hammasi Gerostrat effekti deyiladi. O'sha odam dunyoda qolish uchun, tarixda odamlar uni nomini eslash uchun o'ylab shu Artemida ibodatxonasini yoqib yuboraman deydi. Dunyoning 7 mo'jizasi deyiladi, bittasi shu Artemida ibodatxonasi. Va hamma kechqurun ketganda gulxanni olib kirib Artemidaning ichiga, ichidagi hamma ashyolarga o't qo'yadi. Va Artemida ibodatxonasi kuli ko'kka sovuriladi. Nechta ham ustuni bo'lgan, hozir ozgina ustundan asar qolgan. O'sha yarim yorti Izmirga borgan, Turkiyada yurgan odamlar borib ko'rsa bo'ladi. Ibodatxona xullas vayron bo'ladi. Vayron bo'ladi. Va yoqqan odamni ushlashadi. Herostratos. Ushlab olib borib sud qilishadi. Sudda maqsadini so'rashadi. Nima uchun yondirding? Nima uchun yondirding? Tarixda qolish uchun deydi. Tarixda nomim qolishi uchun shu ishni qildim deydi. Sud ikkita hukm chiqaradi. Bittasi o'limga hukm qiladi uni. Ikkinchisi kimda kim shu Gerostratni qilgan ishini gapirsa, yozsa, eslasa, uni ham o'limga hukm qiladi. Ya'ni maqsadidan teskarisi bilan jazolash. Qarang, bo'lganda bu qoidalar. Bizda bor-ku, man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi degan qoida bor. O'zi haqli bo'lmagan narsaga vaqtliroq urinsa, hali vaqti kelmasdan turib men shunga haqliman desa, o'shandan mahrum qilish bilan jazolanadi. Meni odamlar eslasin deb shu maqsadda ibodatxonani yoqadi. Jazosi hech kim buni eslamasin bo'ladi. Lekin tarixda shunaqa hodisalar bo'ladi. Bu hodisalarni zikr qiladigan tarixchilar ham topiladi. U tarixchilar o'zlarining kitoblariga bu asarni yozishadi va bugun men hatto sizlarga buni aytib beryapman.